Yaponiyaning qulupnaylari juda mazali, lekin internetda tarqalayotgan shunday videolarni ko'rib, men ham tekshirib ko'rishga qaror qildim. Magazinga bordim, bir pachka qulupnay 44 ming so'm ekan. 4 pachka oldim. Boshqa mevalarni ham narxi bundan qolishmaydi. 2 ta olma 53 ming so'm, 100 gram tarvuz 35 ming so'm, uzumni ham shu tur, shu 35 ming so'm ekan. Lekin gilos 62 ming so'm. Bugungi qulupnayni o'zi yetadi deb to'lov qilishga bordim va 4 pachka qulupnayga 190 ming so'm to'ladim. Uyga borib qiziqib ketganimdan qulupnaylarni sanab ko'rdim. Bir pachkasida 14 dona ekan. 44 mingga Yaponiyada 14 dona bersa O'zbekistonda nechta berarkan deb o'yladim. Qulupnaylar qanchalik toza tekshirish uchun suvga yuvmasdan soldim va ustidan 200 gramcha uksus quydim. 10 daqiqadan ortiq kutsam ham hech qanday hasharotlar chiqmadi. Keyin esimga tushib qoldi. Axir Yaponiyada qulupnaylarni tuproqqa tekkazmasdan top-toza qilib o'stirishadi. Qulupnaylar antioksidantlarga juda ham boy bo'lgani uchun sog'lig'iga e'tiborli insonlar qulupnay mavsumida to'yib yeyishadi. Lekin bilarmidingiz, matcha tarkibida antioksidantlar qulupnayga qaraganda 30 baravarga ko'proq bo'ladi. Bundan tashqari, matcha tanamizga L-teanin va xlorofil kabi foydali moddalarni ham yetkazib beradi. Ayniqsa yoz kunlari bundan zo'r ichimlik bo'lmasa kerak.